Freelancer kim? Freelancer so'zi ingliz tilida free, bo'sh, lancer ishchi degan ma'noni bildiradi. Bu nom o'rta asrlardagi yollanma jangchilarga berilgan bo'lib, hozirda masofadan turib kelishilgan holda ma'lum bir vazifani bajaruvchi vaqtinchalik kadrga nisbatan ishlatiladi. Freelancer ish beruvchining doimiy ishchi xodimi sanalmaydi. Vazifalarni bajaradi va kelishilgan pulni oladi. Buyurtmachi bilan masofadan turib Skype, Zoom, Telegram va boshqa ijtimoiy tarmoq va messenjerlar orqali bog'lanadi. Freelancerlarning ish joyi ikki xil turga bo'linadi. Turli onlayn birjalar, u yerda ish beruvchilar o'zlarining takliflarini e'lon qilishadi. Freelancerlar esa takliflar orasidan o'zlariga ma'qul bo'lgan ishni qidirib topadilar. Onlayn portfoliolar. Portfolio shaxsiy sayt ko'rinishida bo'ladi va u yerda freelancer o'zining qobiliyatlari va ishlarini e'lon qiladi. Buyurtmachi saytdagi kontaktlar orqali freelancer bilan bog'lanadi. Freelancerlik uchun eng qulay kasblar: dasturchi, dizayner, web dizayn, illyustratsiya, verstka, copywriter, copyright, rewrite, tarjimonlik, SEO mutaxassis, 3D modellashtirish, marketolog va SMM, injener, arxitektor, konsultant, biznes trener, fotograf, buxgalter. Yana shuni bilib qo'yish lozimki, freelancerlik faqat internet bilan bog'liq kasblar tizimi emas. Santexnik, elektrik, quruvchi ustalar va hatto uyda ta'lim berish bilan shug'ullanadigan yollanma o'qituvchilar ham freelancer hisoblanadi. Qanday qilib freelancer bo'lish mumkin? Freelancerlik uchun diplom shart emas. Buyurtmachini faqatgina sizning undagi muammoni qay darajada yecha olishingiz qiziqtiradi. Shuning uchun ham freelancerdan faqatgina soha bo'yicha bilimlari talab qilinadi. Bilimlaringizni tizimli oshirib borish va freelancer platformalarda o'zingizni sifatli reklama qilishingiz orqali yuqori darajadagi freelancer bo'lishingiz mumkin. Freelancer bo'lish afzalliklari: vaqtni o'z istagingizga ko'ra taqsimlash. Siz ish vaqtini o'z sharoitingizga ko'ra tuzasiz. Kunning istalgan vaqtida dam olish, istalgan vaqtida ishlash imkoniyati mavjud. Ko'proq ishlarga ulgurish. Freelancerlar ofisda 8 soatlik ish rejimida ishlamagani uchun boshqa ishlarga vaqt ajratishi oson. Oila bilan ko'proq birga bo'lish. Bu uyda turib ham ishlaydiganlarga tegishli. Daromad bo'linmasligi. Siz ishlagan pulingizni o'zingiz to'liq holicha olishingiz mumkin. Siz freelancerlik orqali pul topishni rejalashtirgan ekansiz, buyurtma olishdagi qiyinchiliklarga, katta raqobat maydoniga va vaqtinchalik stresslarga ko'nikishingizga to'g'ri keladi. Freelancer qandaydir kuchli tomonga ega bo'lish shart emas. Qandaydir ishni boshqalardan yaxshiroq qila olish shart. Faqatgina vaqt va tinimsiz mehnat orqali oddiy ishchidan eng kerakli mutaxassisga aylanish mumkin.